Assalomu alaykum. Tasavvur qiling, futbol tarixining eng buyuk futbolchilaridan biri Lionel Messi yopiq davrada shunday so'zlarni aytdiki, bu gaplar tasodifan bir sirli muxlis tomonidan eshitib qolingan emish va bu gaplar hozir muxlislar orasida juda katta qiziqish uyg'otmoqda. Bu yerda siz futbol olamidagi eng qiziqarli voqealar, mishmislar va muhokamaga sabab bo'layotgan yangiliklarni topasiz. Videoni davom ettirishdan oldin kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Endi esa hikoyamizning eng qiziqarli qismi. Aytishlaricha, norasmiy uchrashuvlardan birida Lionel Messi zamonaviy futbol, kuchli himoyachilar va turli terma jamoalar haqida suhbatlashgan. Suhbat davomida u turli mamlakatlardan chiqayotgan yosh iqtidorlar haqida ham fikr bildirgan. Shu paytda guvohlarning ta'kidlashicha, Abduqodir Husanov nomi tilga olingan. Sirli muxlis eshitib qolgan gaplarga ko'ra, Messi Husanovning o'yin uslubiga alohida to'xtalib, uning maydondagi xotirjamligi va ishonchli harakatlarini yuqori baholagan. Go'yoki Messi shunday deganmish: bugungi futbolda himoyachining vazifasi faqat to'pni olib qo'yish emas, u o'yinni o'qiy olishi, raqib niyatini oldindan sezishi va eng muhimi bosim ostida sovuqqon bo'lishi kerak. Husanovda bu sifatlar bor. Ammo eng ko'p muhokamaga sabab bo'lgan jumla keyinroq aytilgan emish. Aytishlaricha, Messi jahon chempionati haqida gapirar ekan, shunday fikr bildirgan: jahon chempionatida oson raqib bo'lmaydi. Agar biz O'zbekiston terma jamoasiga qarshi o'ynasak, bu juda qiyin uchrashuv bo'ladi. Chunki ularda Ramos bilan teng darajadagi himoyachi, ya'ni Husanov bor. Bu ibora albatta futbol muxlislari orasida katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muxlislar bu gaplarni muhokama qila boshladi. Kimdir bunga ishonch bilan qaramoqda, boshqalari esa buni chiroyli mishmish yoki futbol afsonalaridan biri deb hisoblamoqda. Chunki bu so'zlar rasmiy intervyuda emas, balki norasmiy suhbatda aytilgani aytilmoqda. Shunga qaramasdan bunday hikoyalar bejiz paydo bo'lmaydi. Abduqodir Husanov bugungi kunda ko'plab mutaxassislar va muxlislar e'tiborini tortayotgan yosh futbolchilardan biri. U o'yindagi ishonchi, himoyadagi harakatlari va katta sahnadagi chiqishlari tobora ko'proq tilga olinmoqda. Bu voqea qanchalik haqiqat, qanchalik mishmish, buni vaqt ko'rsatadi. Ammo bitta narsa aniq: Husanov nomi tobora katta futbol doiralarida yangramoqda va bu o'zbekistonlik muxlislar uchun albatta quvonarli holat. Shuning bilan bugungi qiziqarli hikoyamiz yakuniga yetadi. Assalomu alaykum. Tasavvur qiling, futbol tarixidagi eng mashhur nomlardan biri Cristiano Ronaldo yopiq davrada shunday fikrlarni aytdiki, bu gaplar tasodifan bir sirli muxlis tomonidan eshitib qolingan emish. Eng qiziqarli futbol voqealari, mishmishlar va muhokamaga sabab bo'layotgan yangiliklar aynan shu yerda. Videoni davom ettirishdan oldin kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Endi esa bugungi qiziqarli hikoya. Aytishlaricha, norasmiy suhbatlardan birida Cristiano Ronaldo kelajakdagi yirik o'yinlar, terma jamoalar va kuchli raqiblar haqida gapirar ekan, O'zbekiston terma jamoasi haqida ham fikr bildirgan. Suhbat davomida u ayniqsa Abduqodir Husanov nomini alohida tilga olgan emish. Sirli muxlis eshitib qolgan gaplarga ko'ra, Ronaldo shunday deganmish: jahon chempionatida har bir raqibga jiddiy qarash kerak. Bugungi futbolda kichik jamoa degan tushuncha yo'q. O'zbekiston terma jamoasi ham juda tartibli va kuchli o'yin ko'rsatmoqda. Ayniqsa ularning himoyasida juda qiziqarli futbolchi bor, Husanov. Aytishlaricha, Ronaldo Husanovning o'yindagi ishonchi, jismoniy tayyorgarligi va himoyadagi qat'iyatini yuqori baholagan. Go'yoki u shunday fikr bildirgan: bunday himoyachilarga qarshi o'ynash har doim qiyin. Ular maydonda juda sovuqqon va ishonchli harakat qiladi. Va eng qiziq joyi, mishmishlarga ko'ra suhbat davomida bo'lajak o'yinlar haqida ham gap ketgan. Go'yoki Ronaldo shunday deganmish: oldinda juda muhim uchrashuvlar turibdi. Masalan, Portugaliya terma jamoasi 2026-yil 23-iyunda jahon chempionati doirasida O'zbekiston terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Bu oson o'yin bo'lmaydi. Albatta bu gaplar rasmiy intervyuda emas, balki mishmish sifatida tarqalgan. Shu sababli bu xabar futbol muxlislari orasida turlicha qarshi olinmoqda. Kimidir bunga ishonadi, boshqalar esa buni shunchaki qiziqarli futbol hikoyasi deb hisoblaydi. Ammo bitta narsa aniq: Abduqodir Husanov nomi tobora katta futbol suhbatlarida tilga olinmoqda.
Bu voqea qanchalik haqiqat yoki shunchaki mish-mish, buni vaqt ko'rsatadi. Lekin bunday hikoyalar futbol muxlislari uchun har doim qiziqarli. Shuning bilan bugungi hikoyamiz yakuniga yetadi. Xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.